Xo'p, bugungi mavzu shuna mavzuki, uni birov gapirmasa-da, o'rgatmasa-da, aqlli odam o'zini aqli bilan topib bilib qilish kerak bo'lgan mavzu. Hech qayerda na oyat, na hadis, nasihat eshitmasa-da, insonda aqli taqozo qilib, buni bunaqa qilish kerak degan bo'lgan ish bu. Chunki bu haqida Abullay Samarqandiy ham aytadilar. Bu kishini ko'p biz foydalanayotgan kitoblarimizdan bittasi Tanbihul G'ofilin kitobi. Shu kishi aytadilarki, agarchi Alloh Qur'onda bu haqida gapirmaganida, o'zi gapirgan Alloh Qur'onda, Rasululloh alayhi vasallam hadislarida aytmaganlarida, o'zi aytganlar Rasululloh. Lekin ikkovida aytilmagan bo'lganda ham inson bu narsani shart ekanligini bilib amalda bajarish kerak deganlar. U nima desa, ota-onaning roziligi. Bugungi mavzuyimiz dada bilan onalar haqida. Ya'ni ota-onalar haqida. Dinimizda bunga qanday e'tibor, buni ajr savoblari, e'tiborsizlik qilganlarni gunohlari haqida inshaalloh gapirib o'tamiz, Xudo xolasa.